Birinchi mebelimizni modeldan boshlaymiz. Anchagina qiziq mebel. Главныйga o'tib, семейственностida создать mebel, открыть. Mana bunaqa sistemada chiqamiz va bu yerda опорный плоскостьlarimizni chizib olamiz. Tepadan ko'rinishi bo'ladi bu albatta. Bunaqasi chegaralaymiz va fasadga o'tib, balandligi uchun ham bitta опорный плоскость berishimiz kerak. Demak, опорный уровеньda chuqurligi 45, eni 22 bo'ladi. Razmerlarimizni qo'yib, shablon payt yasagan общий parametrlarimizni beraveramiz. Общий parametr выбор, длина, tip bo'yicha OK. Va bunisiga общий parametr glubina. Tipa razmerini tekshirib olamiz. Ikkalovi razmer oynasi turibdi. OK. Sperediga o'tib, endi balandligiga 700 mm balandlikda vысота parametrini beramiz. Parametr berish bizga birinchidan agar semistamizni regulirovka qilinadigan qilib yasayotgan bo'lsak, proyekt ichida o'lchamlarni o'zgartirishga, ikkinchidan spesifikatsiya razmerlari ko'rinishi uchun kerak. Va modelingni boshlaymiz. Создание выдавливание bu oddiy eskiz bo'yicha o'stirish. Mana bu yuzalar bo'yicha chizib chiqamiz. Bularni yuzalarga qotirib keyin 15 mm offset tashlaymiz, ya'ni 30 tup. Va mana bu burchagini kesilgan qilib qo'yamiz. 45 gradusda обрез удлинить qilib ulaymiz va опорный плоскостьlarga nisbatan mana bu razmerlarni qotirib qo'yamiz. Agar sizlarni mebelinglar faqat hozir qilayotgan proyektinglarda, ya'ni aynan shu darsga emas, o'zingizlarning mustaqil proyektinglarda faqat bir marta ishlatiladigan bo'lsa va uni razmerlari o'zgarmaydigan bo'lsa, bunaqa parametrlarga biriktirib o'tirish shart emas. Faqat geometriyani to'g'ri yasab, proyektga birdaniga to'g'ri загрузка qilsanglar bo'ldi. Bu narsa men hozir to'g'ri yasashni ko'rsatyapman, ya'ni aslida qanaqa bo'lishi kerak va keyinchalik ishlatiladigan bo'lsa va umumiy model yasayotgandagi texnikalarni ko'rsatib ketish maqsad. O'stirib oldim va buni vысотаga bog'lab qo'yamiz. 3D'da bizda mana bunaqa geometriya paydo bo'ldi. Endi buni to'g'ridan qarab polkalarni chizib olamiz. Polkalarning balandligi har xil masofada. Birinchisiniki 15 ta. Teg qismi, ikkinchisiniki 49 da va uchinchisiniki 62 da. Bularni ham prinsipi qoplab qo'ysak bo'ladi yoki parametr, misol uchun polka 1, polka 2, polka 3 deb qo'ysak ham bo'ladi. Создание o'tamiz, выдавливание, to'rt burchak chizamiz. Qalinligi 15 mm. Pastki qismini biriktiramiz bu yoqqa qulf bilan va mana buni ham qistirib qo'yamiz. Galochka, опорный уровень o'tamiz. Mana bunday holatda va buni ham olib qo'yamiz. 435. Mana. Sperediga o'tib, kopya olamiz. Bu qismga va bu qismga. Bularni ham eskiz redaksировать kirib, tegini опорный плоскостьga biriktiramiz va razmer bilan tepa qismini ham опорный плоскостьga qotirib qo'yamiz. Hozir men buni chuqurligi bo'yicha, ya'ni glubina bo'yicha опорный плоскостьlar berib, nima qilganim yo'q, biriktirayotganim yo'q, faqatgina to'g'ridan ko'rinishini biriktirib qo'yapman. Mana bunaqa ko'rinish bo'lyapti bizda. Uchalovini ushlab turib, bularni boshlanish nuqtasini 15 qilib qo'yamiz. Mana bu qalinlikdan bu yoqda chiqishi uchun. Mana shunaqa polkacha hozircha paydo bo'lyapti.
Endi yana bitta опорный плоскость chizamiz biz. 15 santimetr uzoqlikda va bunga parametr beramiz 600 millimetrga. Открывание deb qo'yaman ekzemplyar bo'yicha. Xuddi mana bu geometriyani o'zidan kopiya olib turib, ya'ni boshida yasab o'tirgan kopiya olaman, 2 marta bosib eskiz kiraman, eskizni o'chirib, endi men mana bu kontur bo'yicha chizib olishim kerak, ya'ni tortmamizning qopqog'i. Chizib bo'lganimdan keyin buni mana bu опорный плоскостьga olib kelib qo'yaman. Butuni qulflaymiz va razmeri ham qulflaymiz. Va sperediga o'tib buni ham srazu tepasiga и pastini ko'tarib turib, pastdagi опорный плоскостьga mana bunga ulab qo'yamiz. 3D ko'rinishi bunaqa bo'lyapti. Buni endi tortmachalarini yasasak bo'ldi. Demak, создание, выдавливание, oddiy to'rtburchak tanlaymiz va chuqurligini 400 millimetr qilamiz. Okey, sperediga o'tamiz. Birinchisi demak bizda mana bu qismda bo'ladi. Balandligi 165 bo'lsa, bunisi 265, ya'ni 10 santimetr. Va xuddi shundan bitta kopiya olamiz tepasiga. Rejim o'rtani o'chirsak, vertikalni ham ishlayveradi mana. 3D ga o'tadigan bo'lsak, mana bunaqa hol keldi. Endi buni albatta ichida teshigi bo'lishi kerak. Undan oldin bularni biz bog'lab olishimiz kerak опорный плоскостьga. Tak, bu geometriyam bilan hozir chizgan опорный плоскостьni oldim. Eskizga kirib qulflaymiz va mana bu razmerni ham qulflab qo'yamiz. Bitta открываниeni tekshirib ko'ramiz ishlashini. Tak, bu 600 bo'ladigan bo'lsa, o'zi 150 millimetr razницasi bor. 500 qiladigan bo'lsak, mana bunaqasiga kirib 700 qiladigan bo'lsak, bunaqasiga chiqaveradi. Okey. Bemalol kirib chiqyapti tortmamizni. 600 ga qaytarib qo'yamiz buni. Tak, длинасы bo'lsa 400 qiladigan bo'lsak, длинасы bo'yicha mana o'zi avtomatik ishlayapti. Endi buni orasini ochib qo'ysak bo'ldi. Ikkalovini ushlab olamiz. Tortmani izolировать, создание, задать, выбрать плоскость qilamiz. Yuzini belgiladik. Полые формы, полый элемент выдавливания, смещение 15 mm qilamiz. 15 mm o'tstop bilan chizishi uchun to'rtburchakni tanlab probel bosib ichkariga qo'yamiz va bunday kesiladi bu orasidan, ichidan. Faqat chuqurligi bo'yicha 250 emas, 85 qilib qo'yamiz. O'shanda bizda mana bunaqa to'g'richa bo'lib qoladi. Keyingisi ham xuddi shu. Выбрать рабочий плоскость qilib turib, создание, полный элемент выдавливания, to'rtburchak, смещение 15, сразу o'tstop bilan chizish uchun va mana bitta birdaniga 85 deb yozib qo'ysak ham bo'ladi chuqurligini. Chizib turib, probel ichkariga aylantirib olamiz. Va ikkita tortmachamiz ham tayyor. Mana bunaqa ko'rinishda bizani birinchi yasamoqchi bo'lgan mebelimizni saqlanib qolamiz buni. Семейство papkasida mebel. Tak. 1 Выдвижные ящики, общий суд deb qo'ydim buni otini. Сохранить. Bunda agar hammasini material bir xil bo'ladigan bo'lsa, umumiy belgilab turib, filtrga o'tamiz. Pol obyektlarni spesifikadan olib tashlaymiz va materialga masalan M1 deb berib qo'yamiz. Tip bo'yicha turaversin.
Okey. Ana endi buni proyektga загрузка qilganda bunga yana material ham bersa bo'ladi. Saqlanib qolamiz. Pastki qismini ham yopib qo'yamiz buni. Mana bundan ko'p yopib turib, tegi yopib o'tiraversin. Ya'ni geometriyani eskizini qanaqa qilib oporni ploskostga bog'layotganimga yaxshilab e'tibor beringlar. Har bitta eskiz emas, qaysidirnidir oporni ploskostga, qaysidir qochganiga parametr berib o'tirmasdan buni ham butga bog'layman va qaysi oporni ploskostga bog'laganimga e'tibor beringlar. Mana bu ploskost bu oporni уровень. Tabni bossanglar yana bitta oporni ploskost bor bu yoqda. Загрузить proyekt qilib ko'ramiz. Va bizda bu mana bu qismimizda turishi kerak. Probel bilan buni aylantirsak bo'ladi. Mana ko'rinishi. Devordan 15 mm bunaqasiga va 15 bunaqasiga qochiramiz, chunki esingizda bo'lsa bizda bu yerda plitkalarimiz bor. Hop, buni balandligi 700 bo'lsa, bu 15-20 sm poldan ko'tarilib turishi kerak. 3D vidga o'tamiz. Mana bizda 3D vid. Hali mebelim ko'rinmayapti, chunki 3D vidda mebel ochiq. Mana bu yerda qolamiz. Mana. Stek tushyapti, chiroyli bo'lib. Отметка uringanini 200 qilamiz, poldan bunaqa ko'tarilib oladi. Menimcha juda ham chiroyli. Ana endi misol uchun mana bu plitkani materialini butga berib qo'ysak bo'ladi. Neolit kalistani olamiz-da. Masalan, obyektimizni ushlab, изменить tip va materialga mana shu materialni bersak, rangi ham o'zidan bo'lib bo'yaladi. Bu albatta rostagazim mebel emas, ya'ni bu mebel bilan производствоga berib bo'lmaydi, lekin производствоga berish uchun, xomchut qilish uchun buni hali оформлениясini ham оформление qilayotgan paytda ko'rib o'tamiz. Saqlanaylik. Plan расстановки mebeliga o'tamiz. Bu yerda endi изменить tipga kirib, model tak kommentariyga tipa razmeruga tak bo'sh turibdi hammasi. Kategoriyamiz to'g'ri, kategoriya to'g'ri. Изменитda boyagi ikkita model kontekstini o'chirib tashlaganimga butlar ham bo'm-bo'sh bo'lib qolibdi. Spiska zaказная deymiz. Va mana rangi bizga kerakli rangi o'girilib oldi.